Endi 40-masalaga qaraydigan bo'lsak, Nodir va Nozim birgalikda yerni shudgor qilishyapti. Nodir butun yerning 12 dan 5 qismini, Nozim esa 15 dan 2 qismini bajarib oldi. Natijada yerning qanday qismi shudgor qilinmay qoldi? Demak, bizda yerning mana shunday qismi bo'lsa, mana shunday yerni oladigan bo'lsak, uni 12 dan 5 qismini, ya'ni butun boshli yerni maydonini bilmaymiz, x ekan. O'sha maydonning, ya'ni 12 dan 5 qismini 12 dan 5 qismini kim bajarib oldi? 12 dan 5 qismini Nodir bajarib olgan bo'lsa, narigisi esa 15 dan 2 qismini bajarib oldi. Demak, mana shu holatda bizda mana bu yerda bajarilmay qolib ketgan yer hosil bo'lib qoldi. O'sha yerni biz qiymatini topishimiz kerak. Mana shu nima qilamiz? Bizda umumiy maydonimiz 5 taqsim 12 ga qo'shaveramiz. Xo'sh, 2 taqsim 15 ni buni qo'shish uchun ikkalasiga mahraj tanlaymiz. 15 va 12 ga bo'linadigan son, ikkalasi ham eng katta sonimiz 3 ga bo'laversak, 12 ni 3 ga bo'lsak 4 tadan bu yoqqa, 15 ni 3 ga bo'laversak 2 tadan beradi. 5 karra 5 25, 2 ga 4 ni qo'sh 2 ga 4 ni ko'paytirsak 8. Qo'shadigan bo'lsak 33 taqsim 60 ga teng bo'lib qolyapti. Ya'ni 5 karra 12 6. Ular qisqartiraversak 11 taqsim 3 ga qisqartiryapmiz. 11 taqsim 20. Bu butun boshli yerning, ya'ni 20 dan 11 qismi bajarildi. Bizada butun boshli yerni x deb oladigan bo'lsak, 20 dan 20 butun boshli yer. Bizada 11 dan 20 dan 11 qismi bajarilgan bo'lsa, ayirib tashlaymiz bundan. Matematika natijada 9 taqsim 20 qismi bajarilgan. Bajarilmay qolgan. 41-masalaga qaraydigan bo'lsak, AB kesimida S nuqta berilgan. Bunday AB kesimida S nuqta berilgan bo'lsa, S nuqta AB kesmani uzunligi butun boshli qiymati 12,7/8 ga teng. Agar AC kesmaning uzunligi 7,5/6 ga teng bo'lsa deyapti. BC kesmaning uzunligini toping. Mana shu yerda x toping. Demak, bizda shunchaki mana x topishimiz uchun mana bu aralash kasrdan bu aralash kasrda ayirib qo'ysak yetarli ekan. Demak, 12,7/8 dan ayirib tashlaymiz. 7,5/6 ni. Ayirib tashlasak, xuddi o'shanday butundan butun ayiramiz. 5, 12 dan 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak va qo'shamiz 7/8 dan ayirib tashlaganmiz 1/6. Xo'sh, ikkalasi shu mahraj, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Bunga 4 tadan, bunga esa 3 tadan. 3 karra 7 21, 5 karra 4 20 ayirib tashlaydigan bo'lsak 5,1/24 degan natija hosil bo'lar ekan. Mana endi 42-misolga qaraymiz. Tenglama berilyapti bizda. 2/3 qiymatimiz mana shu qiymatga teng ekan. Bu holat qanday ishlasa bo'ladi? Xo'sh, qaranglar. Bizda 2 xil holat bor, 2 xil yechim topamiz bunga. Qanday qilib? Birinchisi qaranglar. 2/3 ni o'zini, 2/3 qiymatini x + 17/36 holatda eng oson usuli mana bu mahrajlarni qisqartirib yuborish. 3 ga bo'laveramiz. Bo'laveradigan bo'lsak, 36 ni 3 ga bo'lsak 12. Endi mahrajda mana bu qiymati mahrajda 1 qolib ketdi. X holda ko'paytiramiz endi. 12 ni 2 ga, 1 ni esa x + 17 ga. 12 ni 2 ga ko'paytiramiz. X + 17 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 12 karra 2 24, 24 qiymati + 17 ga teng bo'lib qoladi. 24 ni hosil qilish uchun bizda 17 ga nechani qo'shish kerak? Qilamiz 7 ga teng. Xo'sh, buni qisqartirmasdan ishlasak ham bo'ladi. 2/3 ni tenglashtiramiz x + 17/36 ga shunchaki x holda ko'paytirib yuboramiz. Endi ko'paytiradigan bo'lsak 2 karra 36 72 va 3 ko'paytirilgan x + 17. Mana ko'paytirilgan 3imiz qiymati baribir bu yoqda mahrajga tushib ketadi va 24 hosil. Yana xuddi o'sha narsa x + 17 ga teng qoldi. X tartibda ishlaymiz. 45-misolga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda aralash kasr va bu yerda yana noma'lum son tenglama. Demak, qaraymiz. Mana bu aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirib noto'g'ri kasrga aylantirsa 7/4 va buning qiymati ekan x + 123/100. Endi bu yerda bir bundan oldingi darslarimizda ko'rib chiqqanmiz, kasrlarni qisqartirish. 4 ni 100 ga keltirish uchun nima qilganmiz? Ya'ni 4 karra nechi? 100. 25. Biz 25 ga ko'paytirganmiz 4 ni demak. 7 ni ham 25 ga ko'paytirganmiz, mana shu ifoda hosil bo'lar ekan. 7 ni 25 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Va x + 123. 7 ni 25 ga ko'paytiradigan bo'lsak 175, natijamiz x +
X qiymat topadigan bo'lsak 170 dan ayirib tashlaymiz. Natija 50lik. 46-47 misollarimiz judayam sodda misol, faqat qulay usul bilan ishlaydigan. Qaranglar. Butun qismini alohida ishlab olamiz. 7 ga 5 ni qo'shamiz 12, 2 ni ayirib tashlaymiz minus bo'lganligi uchun. 2 ni ayirib tashlasak 10, 8 ni qo'shsak 18. Endi 8 taqsim 13 ga 5 taqsim 13 ni oldidagi ishorasiga qarab qo'shamiz. Sababi qulay usul bilan hisoblaydiganda mahrajliklari alohida qo'shiladi. 8 taqsim 13 ga 5 taqsim 13 ni qo'shsak 13 taqsim 13. 13 taqsim 13. Xo'p, qo'shar ekanmiz. Endi 1 taqsim 7 dan 1 taqsim 7 ayirib tashsak 0. 13 taqsim 13 deganimiz 1 ga teng. 13 ni 13 ga bo'lsak 18 ga 1 ni qo'shib qo'ysak 19 ga teng. Demak, 47-misolimiz ham xuddi shunday. Butunlar alohida, kasrlik birliklar alohida hisoblanadi. Bular alohida, mana 23liklar, 16liklar alohida hisoblanadi. Xo'sh, 48-misolga o'tadigan bo'lsak, 2 taqsim 3 dan mahrajga qaraymiz. 3 taqsim 4 dan, ya'ni 2 taqsim 3 dan 3 taqsim 4 gacha mahraji 60 bo'lishi kerak ekan. Nechta kasr mavjud? Mahrajni 60 ga keltirmoqchi bo'lsak, nechaga ko'paytiramiz? 20 ga, buni ham 20 ga ko'paytiramiz. Buni 15 ga, buni ham 15 ga ko'paytiramiz. Demak, 20 ga ko'paytirsak 40 taqsim 60 va keyingi holatimizda 15 ga bo'lsa 45 taqsim 60. Endi orasida qanaqa sonlar bor? 41 taqsim 60, 42 taqsim 60, 43 taqsim 60, 44 taqsim 60lar bor ekan. Bizda katta va kichik orasidagi sonlar so'ralyapti. Jami demak 4 ta ekan. Endi 49-masalaga qaraydigan bo'lsak, quyida berilgan aralash sonlardan qaysi biri 5 ga eng yaqin? 5 ga eng yaqini degani, masalan, 5 sonni olsak, mana bu 4 turibdi, mana bu 6, mana bu 7. Bizga eng yaqini qaysi edi? 4,5 bo'lsa, demak, unga orasidagi farq qancha kichkina bo'lsa, demak, o'sha eng yaqin. Biz nima qilar ekanmiz? Har biridan 5 ni ayirib, 5 dan kattalarni esa 5 ni o'zini ayirib ko'rar ekanmiz. 5 dan 4 dan 7 taqsim 8 ayiradigan bo'lsak, bu 4,8 taqsim 8 olamiz. 5 sonni ayirib tashlaymiz. 4,7 taqsim 8 ni ayirib tashlaganimizda 1 taqsim 8 qolar ekan. Keyingi holat butun qiymatini ayirib tashlaganimizda esa butun qiymatni ayirib tashlaganimizda 1 taqsim 6 ni o'zi qolar ekan, chunki 5lar qisqarib ketadi, 1 taqsim 6 qolar ekan. Oxirgi holatda esa 2 taqsim 3 ni o'zi qolar ekan. Mana shu sonlarni o'zidan taqqoslasak, eng kichkinasi qaysi bo'lsa, o'shanisi eng yaqin bo'ladi. Demak, bir sonni 8 ga bo'lgan va bir sonni 6 ga bo'lgan qaysi biri kichkina? Katta songa bo'lganimiz kichkina, chunki bitta pitsani 8 ga bo'lib yegan kamroqdan yeydi. Bitta pitsani 6 ga bo'lib yegan kattaroq yeydi. 2 taqsim 3 esa undan ham kattaroq yeydi. Mabodoki agar buni yana tushunmaydigan bo'lsak, mahrajlarni tenglashtirib olsak bo'ladi. 8, 6, 3 ga mahraj 24. 24 bo'lishini bunisiga ko'paytiramiz. Taqsim 24. Bunisini 4 ga ko'paytiramiz. 4 taqsim 24. Bunisini 8 ga ko'paytiramiz. 16 taqsim 24. Eng kichkinasi ham 3 taqsim 24 degan qiymat hosil qildik. Demak, 20-misolga qaraydigan bo'lsak, 20 taqsim 120, 2,5 taqsim 8 buni ortiqcha aylantirib olamiz. 2,5 taqsim 8 qiymati degani 21 taqsim 8 degani, demak 8 ni 120 ga keltirishimiz uchun 15 ga ko'paytirishimiz kerak. 15 ga ko'paytiramiz ikkalasini ham. Natijada bizda hosil bo'ladi. Demak, 315 taqsim 120, demak 315 ga mana bu qiymati kichkina bo'lishi kerak. Kichik bo'lsa deyapti, a plus 20 qiymatini kichkina deymiz. 315 dan deymiz, a ning qiymati kichkina ekan 295 dan. Bundan birinchi kichkina sonimiz a teng 294. Xo'sh, endi birinchi misolda deyapti, 2 yu 3 oralig'ida mana shunaqa mahraji 11 ga teng bo'lgan nechta to'g'ri kasr bor. To'g'ri bo'ladigan nechta natural qiymati bor. Tenglik to'g'ri bo'ladigan deyapti-ku. Mahrajini 11 ga keltiramiz. Buni 22 taqsim 2 desak, mana shuni 33 taqsim 3 desak, 11 ga keladi, lekin unaqa holatda emas. Bizda mahrajini 11 holatiga keltirishimiz kerak. Ya'ni mahrajda 11, 22 taqsim 11 u 33 taqsim 11 holatiga keltiramiz. Bunda demak 22 dan 33 gacha bizga 23 dan boshlab 32 gacha sonlar kerak ekan. Birining soni nechta? 32 dan 24 ga tashlab, birni qo'shib qo'yamiz. 10 ta qiymatga ega bo'lar ekan. 52-misolda ham mahraji bo'lgan to'g'ri kasrlar 4 ta bo'lsa deyapti, a nechaga teng bo'lishi mumkin? Demak, unda mahraji a ga teng bo'lishligi uchun to'g'ri kasr, ya'ni 5 ga teng bo'lgandagina 4 ta kasr hosil bo'ladi. 1 taqsim 2 taqsim 3 taqsim, ya'ni 1 taqsim 5, 5 taqsim 5, 3 taqsim 5, 4 taqsim 5 degan qiymatlarimizda 4 ta kasr hosil